ئامېرىكىدىن كېيىن ئاۋسترالىيە، كانادا ۋە ئەنگىلىيەمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سەۋەبلىك بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى ئىلان قىلدى. Bu üç dövlətنىڭ tənhəriکەتچىلىرى كېلەر يىلى fevralda ötküzüldüğün بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مسابىقىسىگە قاتنىشا ئالايدۇ، لېكىن hökumət dairələri qatnaşmaydı. Germaniyanın tuncu ayol baş ministri Angela Merkel'nin 16 yılga sozulgan vazife ödeş müddeti ahırlaştı. Angela Merkel vazifesini bu yıl 26 sentябrdagi saylamda g'alaba qilgan Sosyal Demokratlar Partiyasining Yeşillar Partiyasi va Erkin Demokratlar Partiyasi bilan hamkorlashib qurgan yangi hukumatning bosh ministri Olaf Scholzga o'tkazib berdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatlarining Rossiya chegarasiga yaqin bo'lgan Qora dengizdagi faoliyati haqida yozma bayonot e'lon qildi. Mariya Zakharova Amerikaning Qora dengizdagi ig'vogarchilik faoliyatlari sababli diplomatik ultimatum berilganligini bildirdi. Instagram'ның mas'uli Adam Mosseri şirketning tor betida e'lon qilgan bayonotida o'zlarining o'smirlarni qo'g'dash belgilamalariga o'zgartish kirgizayotganligini aytdi. Mazkur shirkat yetilayotgan o'smirlarga tavsiya qilgan mazmunlarni texmi ko'p tanlaydiganligini va uzun muddat qo'llangan o'smirlarni orom ilishga ilhomlantiradiganligini e'lon qildi. Hindiston bosh shtab boshlig'i Bipin Rawat, ayoli Madhulika Rawat va 9 harbiy xodimni elib mangan tik uchar Hindistonning Tamil Nadu shtatida tushib ketdi. Hindiston havo armiyasi e'lon qilgan bayonotda tik uchardagi 4 nafar aeroplan xodimini o'z ichiga olgan 14 kishidan 13 qazo qilganligi bildirildi. Yaponiyalik milliarder Yusaku Maizawa yordamchisi Zoyo Harano bilan olam bo'shlig'iga yo'lga chiqdi. İki sayohatchini ilib mangan olam kemisi Qozog'istondagi Baykonur olam qatnashi markazidan qo'yib berildi. Mo'ljallanishcha 12 kunlik safarga 20 milliondan 40 million dollargacha xarajat ketadigan. Avstraliya bosh ministri Morrison Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dەpsەndىچىلىكى va Avstraliya izchil o'tirg'a qo'yib kelayotgan boshqa masalalar borligini, ammo Xitoy hukumatining bu haqda suhbatlashishni xohlamaydiganligini aytdi. Әнгілия Avam Palatasida o'tkazilgan yig'inda bosh ministr Johnsondan Әнгілияның Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini nazarda tutib, Beyjingda o'tkazilgan Olimpikni boyqut qiladigan yoki qilmaydiganligi so'raldi. Johnson hukumat Xitoydagi kishilik huquq dەpsەndىچىلىكىga bo'lgan andishini o'tirg'a qo'yishda ikkilanmaydi deb javob berdi.